vatandoshlar. Bugungi kun ham xayrli kunda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'zbekistonning turli xil nuqtalaridan bizni tomosha qilayotgan qadrdon yurtdoshlarimiz uchun bugungi kun ham biz qiziqarli lavhalarni tayyorlab qo'yganmiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvi jonli efirda. Bugun 26-mart sanasi, haftaning esa murodbaxsh chorshanba kuni. Sadiqxon, bilasizmi, yuzingizda qandaydir bir charchoq borday tuyulyapti menga. Albatta, kecha biroz kech yotganman, sababi xuddi boshqa yurtdoshlarimiz singari men ham futbol tomosha qildim, maza qilib. Menimcha, ushbu o'yinni millionlar tomosha qildi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki jahon chempionatidagi mana shu saralash bosqichidagi muhim o'yinda O'zbekiston hamda Eron uchrashuvida durang natija qayd etilganligini ko'pchilik tomosha qilib bilib bo'ldi. Ha, to'g'ri, garchi 2-2 hisobi qayd etilgan bo'lsa-da, ammo bizni futbolchilarda jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyati yuqori. Demak, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Bizda maxsus lavha bor, shuni tomosha qilamiz va undan so'ng albatta suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. O'zbek futbolida yangi tarix, xalqimiz orziqib kutgan mundial sari yaqinlashyapmiz. Ha, buni baralla ayta olamiz. Ozodiyadagi g'alabaga teng durangdan so'ng maqsadga erishishimiz uchun atigi bir qadam qoldi. Bu yog'iga raqiblarning natijalarini hisob-kitob qilishimizga hojat yo'q. Barchasi o'z qo'limizda. Futbolimizda shunday avlod yetishdi, shunday kunlar keldi. Kechagi o'yin tafsilotlariga to'xtalsak, Eron doimo biz uchun noqulay raqib bo'lib kelgan. Tehronda atigi bir marta yutganmiz. Kechagi bahsda tarix yangilanishi mumkin edi, chunki ikki bor yigitlarimiz hisobda oldinga chiqib olishdi. Kuchli bosim o'tkazdilar. Ta'bir joiz bo'lsa, eronliklarni ikkinchi raqam ostida o'ynashga majbur qildilar. Ayniqsa dastlabki chorak daqiqada ular ozodiyda to'liq ustunlikka erishdilar va Eldor Shomurodov boshlagan hujum Sayfiyevning assistentligi hamda Hojimat Erkinovning aniq zarbasi gol bilan yakunlandi. Eldorning A seriyadagi raqobatchisi Interda o'ynaydigan Mehdi Torimi 51-daqiqada Serdar Azmunning pasidan so'ng hisobni tenglashtirdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Abbosbek Fayzullayevdan tezkor golga guvoh bo'ldik. Jarima zarbasini qoyilmaqom ijro etgan futbolchimiz shu kuni eronlik himoyachilarga yaxshigina bosh og'riq bo'ldi. Yana kamida ikkita real vaziyatda raqib posboni dog'da qolishiga oz qoldi. Mana unga Bavariya nega qiziqmoqda? Hali xaridorlari yana ko'paysa ajab emas. Torimining 82-daqiqadagi yana bitta goli Eronni O'zbekiston bilan uchrashuvda muqarrar mag'lubiyatdan saqlab qoldi. 2-2 biz uchun g'alabaga teng durang va muhim bir ochko. A guruhida Eron muddatidan avval mundial yo'llanmasini naqd qildi. O'zbekiston esa ikkinchi o'ringa mustahkam o'rnashib oldi. Albatta, birinchi navbatda Eron jamoasini jahon chempionatiga chiqqani bilan tabriklayman va jahon chempionatiga omad tilayman ularga. O'yin keladigan bo'lsa, albatta qiziqarli o'yin bo'ldi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Ikkala jamoa ham yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Bizda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi, Eron jamoasida ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. G'alaba qozonishimiz ham mumkin edi, lekin umuman olganda o'yinga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, durang ham balkim adolatli bo'ldi. Biz endi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Yigitlarimga ham rahmat aytmoqchiman. Bugun yaxshi harakat qilishdi. Stadionga kelgan muxlislarimizga rahmat aytaman va umuman xalqimizga rahmat aytaman, chunki o'yingacha har o'yinda ham, o'yindan oldin ham har doim biz bilan duoda ham, qo'llab-quvvatlaganida ham biz buni juda yaxshi his qilyapmiz. Inshaalloh keyingi o'yinlarda g'alaba qozonib, biz ham jahon chempionatiga chiqish nasib bo'ladi. Terma jamoamiz bunday e'tibor, davlatning qo'llab-quvvatlovi, prezident ishonchi va hozirgidek yulduzli tarkibi bilan mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishga aslida haqli. Futboldagi islohotlar samarasini ko'radigan vaqt keldi. Uzoq kutilgan olimpiadaga chiqildi, demak, endi navbat jahon chempionatiga. Alohida nomlar jahon futbolini asta-sekin zabt etayotgan bir vaqtda millatning bosh jamoasi katta mundialga chiqishi bugungi imkoniyatlar uchun munosib javob bo'ladi. Albatta, futbol rivojlanyapti. Bizda ham davlat tarafdan prezidentimiz o'zi ancha futbol rivojlanishi uchun hissalarini qo'shyapti. Yoshlar futbolini rivojlantirish uchun katta narsalar qilinyapti. Albatta, bu o'zini mevasini beryapti va inshaalloh bundan ham kuchli bo'lamiz, chunki kelajakdagi yoshlar kelayotgan futbolchilar ancha iqtidorli bolalar kelyapti. Kelajakda yana ham kuchli terma jamoa bo'ladi. Terma jamoamiz A guruhida 17 ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Ushbu turda qo'shnilarimiz Qirg'iziston futbolchilari Qatarni mag'lub etishi natijasida
Jahon chempionatining avvalgi mezbonlari yo'llanma uchun kurashdan chiqdi. Kecha so'nggi daqiqalarda Shimoliy Koreya darvozasiga to'p kiritib g'alabani ilib ketgan Birlashgan Arab Amirliklari esa bizni ta'qib etishda davom etmoqda. Oradagi farq 4 ochko. 5-iyun kuni navbatdagi turda O'zbekiston aynan asosiy raqobatchisi Birlashgan Arab Amirliklari mehmoni bo'ladi. 10-iyun sanasidagi Qatarga qarshi Toshkentdagi bahs esa ushbu saralash bosqichiga yakun yasab beradi. We Global Football portali tahlillariga ko'ra, Osiyo jamoalari orasida mundial uchun ajratilgan to'g'ridan-to'g'ri 6 ta yo'llanmaga asosiy da'vogar sifatida Yaponiya, Eron, Janubiy Koreyadan keyin aynan O'zbekiston nomi tilga olinmoqda. Imkoniyatlarimiz 92% dan baland. Tehronda bu borada katta qadam qo'yildi. Endi oxirgi 2 turda yangi tarix yaratish uchun bu yigitlarda kuch va salohiyat yetarli bo'lishiga barchamiz ishonamiz va birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Siz O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvini jonli efirda tomosha qilyapsiz va biz kechagi yuqori emotsiyalarni hali ham tark etmagan holda hozirgi mavzuyimizni futbolga yana bir bora yo'naltirishimiz kerak bo'ladi, chunki hozirgi mehmonimiz ham ushbu sohada yillar davomida kattagina tajribaga ega bo'lgan va hozirgi bo'lib o'tayotgan jarayonlar haqida o'zlarining batafsil fikrlarini ham bizlarga bayon qiladilar. Demak, bugungi studiyamiz mehmoni Mirzahakim To'xtamirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mirzahakim aka, ko'rganingizga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Hamma badanidan chumolilar yurib ketdi deydi-ku, ovozingizni eshitib. Hamma o'rgangansiz ovozingizga. Ayniqsa terma jamoa yaxshi o'yin namoyish qilganda. Albatta. Xush kelibsiz. Ertalabdan albatta bugungi dasturimizga siz bo'lmasa yana kimni taklif qilishimiz mumkin? Kechagi muhim kundan keyin. Yo'q, eng muhimi o'sha kechagi muhim natija. To'g'ri, to'g'ri. Hamma kutgan natija. Albatta biz doim g'alabani kutamiz, lekin durang ham bizga juda ham nima deydi, qoniqarli natija bo'ldi desak, menimcha xato bo'ladi. O'zi necha yillar davomida shu sohada pishayotgan inson sifatida natijadan ko'nglingiz to'ldimi? Natijadan ham, o'yindan ham ko'nglim to'ldi. Chunki uchrashuv arafasida hamma baribir xohlaydimi, yo'qmi, o'zicha nimanidir kutadi, nimagadir umid qiladi, taxmin qiladi. Ozodiyda hozirgacha faqat bir marta g'alaba qozonganmiz. Qachonlar bo'lgan bu voqea? 13 yil avval ekan. O'shandan beri yuta olmasdik. Oxirgi uchrashuv durang bo'lgan edi Ozodiyda 0-0. Mana bu safar biz 2 ta gol urdik. Mezbonlar hisobni tenglashtirish uchun rosa harakat qilishdi, buni uddalashdi. Eron bugungi kunda Osiyo qit'asida eng kuchli terma jamoalardan biri, muntazam ravishda jahon chempionatida qatnashib kelayotgan. Yana shuni hisobga olishimiz kerakki, devorlar ham yordam beradi. Devorlar u alohida mavzu, chunki Ozodiy stadioni o'ziga xos bir auraga ega va har qanday raqib, u farqi yo'q qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu stadionda o'ynashi qiyin. Mana shu stadionda o'ynash qiyin. Biz ko'pchilik xavotir bilan kutgandik bu uchrashuvni, chunki Temur Kapadze ixtiyorida tayyorlanish uchun vaqt juda kam edi. Srechka Katanets davrida jamoa asosiy diqqat e'tiborini himoyaga qaratardi. Kecha ko'rdingiz, O'zbekiston hujum qildi. O'zbekiston bir necha marotaba gol urish uchun qulay imkoniyatlarni yaratdi. Ulardan ikkitasidan unumli foydalandi. Va eng e'tiborlisi oxirgi daqiqalar biznikilar gol urish uchun, g'alabani tortib olish uchun hujumga boryapti-da, Eron jahon chempionatiga olib chiqadigan o'sha durangni saqlab qolish uchun vaqt yaqqol sezildi. Mana shu narsa juda katta ahamiyatga ega. Bu futbolchilarning o'zini kuchiga ishonchini oshiradi, muxlislarga umid bag'ishlaydi va O'zbekistonda futbol yana yuqoriroq bosqichga ko'tarilganini tasdiqlab turibdi. Ha, haqiqatan ham. Rostdan ham Nodir, bilasizmi, mana bugungi kunda futbolni kuzatyapmiz. Avval aytganingizdek, faqat himoyaga e'tibor qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda hujumlarimizdan qarang, bir-biridan kuchli, bir-biridan e'tiborga loyiq bo'lgan hujumlar. Ayniqsa Abbos Fayzullayevni aytmaysizmi? Endi u futbolchilarga umuman ortiqcha tarafni hojati qolmay qolgan, chunki ular maydonda o'zini kuchini haqiqatan ham juda ochiq, chiroyli ko'rsatib berishdi. Kechagi uchrashuv arafasida muxlislarning bir qismi endi nima qilamiz? Hujummi
jonlantirib beradigan ikkita yetakchi o'yinchi turli sabablarga ko'ra tarkibdan tushib qoldi. Oston O'runov jarohati bor. Jaloliddin Masharipov avvalgi o'yinda sariq kartochka olgani uchun eronliklarga qarshi o'ynay olmaydigan bo'lib qoldi-da. Endi nima bo'ladi? Eronni bilganlar maydonga tushmasa degan xavotir ham bor edi muxlislarning bir qismida, lekin boshqa tarafdan olib qarasa, eronliklar ham mana shu ikki futbolchini juda yaxshi o'rganishgandi. Haqiqatan. Va ularga qarshi o'ynash balki eronlik himoyachilar uchun osonroq bo'lardi. Bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, Farruh Sayfiyev kecha juda yaxshi o'ynadi va dastlabki gol kiritilganda o'sha Hojimat Erkinovning golida himoya dovdirab qoldi. To'g'ri. Keyingi golda Abbos Fayzullayev jarima zarbasini tepdi. Biznikilar to'pga tekkani yo'q. 4 ta himoyachi bir-biriga qaradi, esankiradi. Darvozabon ularga qarab hayron qolgancha to'pni darvozada to'g'rida ko'rdi. Lekin tan olish kerak, eronliklar ham juda chiroyli o'yin ko'rsatishdi. Juda zo'r o'ynashdi haqiqatan. Eron o'zi haqiqatan zo'r o'ynashi kerak edi. Tasavvur qiling, o'sha Sardor Azmun, Mehdi Tarimiy terma jamoa tarkibida raqiblar darvozalariga 50 tadan ko'p gol urgan futbolchilar. Bizning termamizda hali bunaqa futbolchi yo'q. Buni ham tan olaylik. Va bizni darvozamizga kiritilgan gol eslasangiz, Azmun to'pni jarima maydonimizda o'zini ustidan futbolchimiz ustidan oshirib beryapti-da, Tarimiy bunga tayyor turibdi. Bir-birini yillar davomida juda yaxshi tushunishgan, juda kuchli, ajoyib zarba berdi. Bunaqa zarbani O'tkir Yusupov boshqasi ham qaytara olmasdi. Lekin qoyil qolish kerak. Mana jahon chempionatiga tobora yaqinlashib kelyapmiz. O'tkir Yusupovning hissasi bunda juda katta bo'lyapti. O'sha Shimoliy Koreya bilan o'yinlarda penaltilarni qaytargani, kecha bir necha marotaba murakkab vaziyatlarda to'p darvozaga borib tushishiga yo'l qo'ymagani. Hatto jarohat ham oldilar. O'tkir Yusupovning hissasi, O'tkir Yusupovning jamoadagi o'rni, mavqeini yana bir bor tasdiqlab turibdi-da. Endi bitta e'tiroz bor, himoyamiz bundan kuchliroq o'yin namoyish qilish kerak edi. Lekin bu futbol, turli xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Bu futbol, unda har qanday kuchli himoya ham xatoga yo'l qo'yadi. Bu xoh o'sha Germaniya bo'lsin, xoh Braziliya bo'lsin yoki klublar orasida Real, Barcelona, Manchester City va boshqalarni olish mumkin. Ular xato qilmaydigan kun yo'q-da. Qachondir kimdir baribir xato qiladi. Qaysidir ma'noda kechagi o'yinni kuchli strategiyalar jangi ham deb atashimiz mumkin. Chunki ikkala taraf ham strategiyalarda birinchi navbatda o'zlarining jamoalar tartibidan kuchli foydalanishganligini ham e'tirof qilib o'tishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi tartibiga bugungi kun butun dunyo e'tibori tushgan desak ham bo'ladi. Chunki o'yinchilarimiz orasida Yevropa jamoalarida ham to'p surayotgan insonlar bor. Misol uchun aytishimiz mumkin, Roma, Manchester City, CSKA jamoalaridan bizning terma jamoamiz uchun maxsus o'yinchilarimiz mana shu o'yinga taklif qilingan. Ular borasida fikringiz qanday? Endi yigitlarni hammasi, nafaqat bular, siz hozir sanab o'tganingiz o'sha Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov, boshqalar ham borini berib o'ynadi. Kecha qoyil qolish kerak, Rustamjon Ashurmatov, Umar Eshmurodov bir necha marotaba xavfli vaziyatlarni bartaraf eta olishdi. Qo'shimchasiga Hoji Akbar Alijonov hujumlarni tashkil qilishda faollik ko'rsatdi. Boshqalarni bitta hammasini sanab chiqish mumkin. Endi tasavvur qiling, kecha bizga Husniddin Alxulov yetishmadi. Turkiya chempionatida o'ynayotgan yana bir yigitimiz. U havodan uzatilgan to'plar uchun kurashda juda ishonchli o'yin namoyish qiladi. Kecha shu narsa pand berdi. Haqiqatan. Endi demak, shu ham bor ekanda. Lekin muhimi biz Ozodiyda ochko oldik. 5 kun avval Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi xuddi shu raqib bilan o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Va keyin kecha ko'pchilik odatda ko'rmaydigan o'yinini tomosha qildi desam xato qilmasam kerak. Chunki Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoalari o'yinini bizni yurtimizdagi futbol muxlislari ko'rishmasdi. Kecha umid bilan oxirigacha juda ko'pchilik ko'rdi. Yo, ayniqsa Ozodiy stadioniga muxlislar shu xalqimizdan muxlislar borganini aytmaysiz. Bizdan alohida samolyot Andijondan charter reys tashkil qilindi-yu, o'sha muxlislarimiz koreyaliklar agar kecha Birlashgan Arab Amirliklarini mag'lubiyatga uchratsa, biz kechayoq jahon chempionati yo'llanmasini rasman qo'lga kiritgan bo'lardik. Bu bir hisobi qayd etilyapti. Oxirigacha umid bilan kutib o'tiribmiz. Hakam ikkinchi taymga 7 daqiqa qo'shib beryapti-da, 8-sini yarmida arablar baribir gol urishyapti.
bu taqdir, bu futbol. Kim biladi deysiz, balki haqiqatdan yaxshilikkadir, chunki endi 5-iyunda Abu Dabida Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston terma jamoalari o'zaro uchrashishadi. Durang ham hatto bizni qanoatlantiradi va biz rasman jahon chempionati ishtirokchisiga aylanamiz tarixda birinchi marotaba. Lekin biz yaxshi niyat qilamiz va o'ylaymizki g'olib bo'lamiz u uchrashuvda. Yo'q, g'alaba qozonsak u bunga yetadigani. Lekin bu hammasi nimani natijasi aslida? Avvallar bunaqa o'yinlarni kuzatmasdik, lekin bugungi kunga kelib haqiqatan ham butun dunyo havas qilyapti bizni futbolimizga. Qanchadan qancha nafaqat muxlislar, shu ko'z tikkanlar ham bor. Yevropa jamoalari, umuman chetdan bizga takliflar juda ko'p kelyapti. Bu esa bizni faqat xursand qiladi. Endi bitta narsada bizda futbolni rivojlantirishga davlat, hukumat miqyosida juda katta e'tibor qaratilyapti. Oxirgi yillarda e'tibor bergan bo'lsangiz, infrastruktura nafaqat o'zimizni mintaqaviy talablar darajasida, balki o'sha xalqaro darajaga ko'tarildi. Bu yaqqol. Futzal bo'yicha jahon chempionati O'zbekistonda o'tkazildi. Bir nechta turnir, qit'a miqyosidagi turnirlar, Osiyo chempionatlari O'zbekistonda muvaffaqiyat bilan o'tkazildi. 2018-yili Xitoyda qor jangida 23 yoshgacha futbolchilarimiz Osiyo chempioni bo'lishdi. Oradan ozgina o'tib 20 yoshgacha futbolchilarimiz Toshkentda Osiyo chempioni bo'lishdi. Endi 23 yoshlilarimiz muntazam ravishda finalga chiqishi odatga aylandi. Endi tasavvur qiling, qit'ada 50 dan ortiq jamoa bor. O'zbekiston muntazam ravishda o'smirlar, yoshlar orasida chempionatlarda yarim final ishtirokchisi, final ishtirokchisi bo'lishi hamma uchun tabiiy holga aylandi. Bu o'sha katta e'tibor, g'amxo'rlik, sharoit yaratilayotganini mevasi. O'sha kechagi iftorlikni esga olaylik. Davlatimiz rahbari uyushtirgan iftorda yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz yaxshi yashasin degan duoni orasida futbolchilarimiz ham yuzi yorug' bo'lsin deb duo qilishdi-da. Endi tasavvur qiling, mana shunchalik e'tibor bo'lgandan keyin futbolchilarni munosabati ham boshqacha bo'ladi. Kecha kimga keraging bor deb yurilsa-da, bugun endi siz bizga keraksiz deb turilsa, siz ham, men ham hammamiz borimizni beramiz. Haqiqatdan hozirgi uchrashuvlarning har birida butun xalqimiz deyishimiz mumkin, qaysidir ma'noda duoda bo'lishdi va oldinda kutilayotgan o'yinda ham biz peshqadamlik qilishimizni albatta butun xalqimiz bilan birgalikda har bir yurtdoshimiz o'zicha duolar bilan va niyatlar bilan kutmoqda. Yana bir tarafi, mana xalqaro miqyosda e'tibor dedik. Darhaqiqat yaqingacha biz Yevropa chempionatlarini qaysinizda bo'lsa ham kimdir o'ynasin derdik. Legionerlar deyarli yo'q edi terma jamoamizda. Bugun terma jamoada O'zbekistonda o'ynaydiganlar kam. Bundoq olib qarasangiz, bitta ikkita futbolchi qo'shilmasa, qolgan hammasi chet eldagi klublardan kelyapti. Bu degani o'sha yigitlar chet elda, xorijda o'ziga munosib o'yin namoyish qilgani uchun o'rin topib yuribdi degani. Yana bitta narsa, yaqinda hamkasblarimiz, xorijlik hamkasblarimiz Osiyodagi saralashni yoritayotib aytishdi, bugungi kunda Osiyo qit'asini agar reytingni tuzadigan bo'lsak, Yaponiya va Erondan keyin O'zbekiston o'yin saviyasi bo'yicha 3-o'rinda deyishdi. Biz hozirgacha Janubiy Koreya, Avstraliya, boshqalarni doq yuqoriroqda ko'rardik-da. Reytingda hali 6-miz, lekin o'yin nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, mana endi nafaqat himoyaviy, balki hujumkor o'yin namoyish qilishni boshladik. Samara bersin, jahon chempionatiga chiqishsin. Hammamizni ko'nglimiz bundan ham ko'tarilsin. To'g'ri aytasiz. Rahmat kelganingiz uchun. Bugun haqiqatan ham juda ham mazmunli suhbat bo'ldi nazarimda. Bugun muxlislarimiz ham, teletomoshabinlarimiz ham aynan shu suhbatni kutishgandi aslida. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Yana yaxshi mavzu